Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana bir yangi obyektimizga keldik, xudo xolasa. Quyoshimiz charaqlab chiqib turibdi. Bu yerda mana shu yerda to'liq ishini oldik. Namunalar bu ekan. Hozir devorlarga va bloklar keldi. Devorga terib baland qilamiz, u qatori qilib. Ishka turkalari bo'ladi. Va tualetni ichini patologcha bo'ladi. Qasam nima qilamiz, stechkalar bo'ladi, ana devorlarimizda ishka turkalarni urib stechka qilamiz, nasiya qilib, buni to'liq to'kib tashlaymiz. Zaqchib ketganiga menga antisol sepib, chiroyli qilib, xudo xolasa yorug'imiz bilan topshiramiz degan niyatdamiz. Mana bu ko'rib turgan maysalarimiz usti to'liq stechka bo'ladi, plashatka. Tak. Ustalarimiz ko'chada jadal ishlar olib borishmoqda azizlar. Rastvorlarimizni saqlashmoqda hozir. Ishga do'rkaga, tubbaga, terishga. Kimga qanaqa qiziq savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Stovo charchamayapsizmi? Yo'q. Hammalari charchamang. Stovolar. Bularimiz ham keldi. Mulla olib ketgan. Ha, mulla ekan. Tog'am yetkazing dedi. Mulla olib ketgan. Ha, yerda hozir bitta havuz tushadi.